Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizning kanalimizda ashaddiy muxlislari, biz tasodifiy ko'rib turgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari va mana bundaqa tozagina arashan liniyali qo'chqor qo'zi ishqibozlari. Xudo xolasa akalar, videolarimizni oxirigacha ko'rib, like, kommentlarga bosib, xudo xolasa chiroyli izohlar yozib turing. Bizga xudo xolasa Husan ukamiz yana xonadoniga yetib kelganmiz. Mana bundaqa go'zal variantlarda qo'zilarni, qo'chqorlarni zo'rlarda yig'ib kelibdilar. Xudo xolasa bir qator Husan ukamizdan bularning ma'lumotini beramiz. Olma, charchamayapsizmi? Birinchi partiyamizga bir dona qo'zi qo'chqor. Qo'zi qo'chqor aka. Qo'zi qo'chqorni ham akalar qaranglar, o'zim ko'rsatyapman, to'g'risi gap, o'zimga ham yoqdi. O'ta go'zal ekan. Kommentariyaga yaxshi izohlar yozib tursalaring, xudo xolasa bundan keyingi yana bir partiya qo'zi qo'chqorimiz bor. Keyin bitta zotli zo'r takamiz ham bor, uni ko'rsatamiz xudo xolasa akalar. Videoni o'tkazmasdan boshdan oxirigacha ko'rib turinglar akalar, xudo xolasa o'zim bularda bir qator ma'lumotni Husan ukamizdan aytib beraman. Husanboy qo'shilishib olavering. Xudo xolasa bu akalar qo'zi qo'chqor ekan, o'zim ham ishqiboz bo'ldim, lekin haqiqiy idealidan ekan. Buni bir mamlakatlik bilan Husan ukamizdan ma'lumotlarni olib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib turing aka. Kikkiz vaqtingizni ochamiz xudo xolasa. Hozir akalar xudo xolasa mana Husanboy, hormay charchamayapsizmi? Assalomu alaykum obunachilar, hormaylar, charchamayapsizlar. Aka, xudo xolasa bugun ham qo'ylarni zo'rlarni yig'ib keldik. Zo'rlarni yig'ib kelgansiz. Oxirigacha ko'rib bittadan like bosib tursin aka, xudo xolasa birma-bir olib chiqamiz aka. Birma-bir olib chiqamiz. Birinchi partiyamizga bir dona qo'zi qo'chqorni haqiqiy idealidan istayotganlarga xudo xolasa mana tavsiya qilamiz. Mana orqa oyoq kengliklariga bir qator ahamiyat berasizlar. Mana bu dumba razrezga ham bir qator ahamiyat berasizlar akalar. Mana tikka bir dumpum aralashmagan, boshqa qilmagan. Qo'zimizni mana tishini ham bir qator ochib qo'ying-da. Mana aka. Akalar mana hali bu qo'zichoq. Ishga ham hali bir 4-5 oy bor hali oldinda. To'sh qapaslariga ham bir qator ahamiyat berasizlar. Mana oldilariga, mana quloq tashlashiga o'zimda ham ishqiboz bo'ldim mana. Ko'zdan ancha pastda akalar mana. Ko'zlarini ko'rib olinglar mana. Ko'zdan ancha pastda, mana bel qismina, mana oldi qismi akalar tekisda, bir xil holatda. Haqiqiy seleksionerda boshlayman degan akalarimizga yaxshi savollar bo'lsa, tavsiya qilamiz. Xudo xolasa yaxshi savollarni o'zingizda ham bor, telefon qilsa, kelishtirib holda chiqazib berasiz, videolar qildirib, Ha, shunday aka. Xo'p, akalar mana. Qo'chqorimizni svetligiga bir qator ahamiyat berasizlar, jonivorni mana. Endi bir qator uzoqtirma beraman. Akalar mana. Oramizda 4-5 metr masofa bor, lekin qo'zi qo'chqor haqiqiy yirik narsa. Bularni bo'y bastini bir qator o'lchab beramiz, Ha, o'lchab beramiz aka. Bir qator bo'y bastlarini ham o'lchab beramiz. Xo'p, aloqada bo'lib tursalaring akalar, bularni birma-ketlik bilan hamma tomonlama ko'rsatib beramiz. Husanboy, ko'pchilik biz obuna bo'lmay kuzatyapti ekan, xudo xolasa obuna bo'lsa, Xudo xolasa aytganingizdek bonuslari bor, hali 1000 taga yetganimiz yo'q. 1000 taga ozgina qoldi, bonuslarni qilib beramiz, uyushtirib beramiz xudo xolasa. Siz obunachilar tufayli bir kishi xudo xolasa bir chiroyli sovg'a bo'ladi. Aloqada bo'lib tursalaring, obuna bo'lib kuzatsalaring, eng glavniysi obuna bo'lib kuzatsalaring bizga ham podдержка bo'ladi, kimgadir ham manfaatlaring tegadi. Yaxshi narsali bo'lib qolishadi xudo xolasa. Hozir buni bir qator metrlab o'lchab ko'rsatib beramiz, ha? Xo'p, akalar, mana bir qator bularni bo'y baslarini o'lchab beramiz. Qani? Mana, akalar, yerdan hech qanaqa bir haligisiz mana jonivor. Net chiqsa shunga olasizlar, xudo xolasa. Husan ukamiz 90 ga olishsin deyishdi, uyog'i bonus deyishdi, xudo xolasa. Uzunligini ham bir qator ko'raylik-da. Bo'yiga talashmaymiz. Bo'yiga, uzunligiga talashmaymiz, xudo xolasa. Bir qator ko'rsatib qo'yinglar-da. Uzunligiga akalar mana azin ekan 1 metr. Azin ekan. Bu qo'zi xudo xolasa men o'ylashim bo'yicha tishini ko'rganimda xudo xolasa o'zim ham shuni tushunib yuraman. 8 oylik bo'lgan bo'lsa 8 oylikka o'xshayapti. Lekin qo'yimiz o'ta ham bir krasavchik, o'ta ham go'zallar. Biz buni kilchkasini polvon deb qo'ydik-a? Polvon deb qo'ydik. Jonivorni qaranglar. Akalar, o'zimizga ham arzon pulga kelmagan, xudo xolasa aloqaga chiqsalaring, telefondan narxini kelishtirib beramiz. Xo'p, ikkinchi partiyalarimizni o'tishdan oldin, xudo xolasa likelarni bosib, kommentariya yoqqan bo'lsa, mashalloh deb qo'ysalaring, xudo xolasa bizga o'sha motivatsiya bo'ladi. Quloq joylashini qaranglar akalar. Mana. Quloq aka 20. Qulog'i 20, ha? 20. Borgandan keyin o'lchab olishadi. Borgandan keyin o'lchab olishadi, bemalol. Bemalol o'lchab olasizlar akalar, xudo xolasa. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, aloqaga chiqsalaring, buni bir qator, xudo xolasa yana bir qator o'lchab berilaveradi, quloqlarigacha tashlab berilaveradi, hamma tomonlama kelishilaveradi. Mana. Jonivordi. Stakan tuyoqlarga bir ahamiyat beringlar. Mana. Ikkinchi partiyamizga o'tamiz Husanboy. Ikkinchi partiyamizga o'tamiz. Ikkinchi partiyamizga o'tishdan oldin bittadan like bosib qo'yinglar akalar.
Akalar mana ikkinchi partiyamizga xudo xolasa ideal narsalardan o'ta ham bir svetligidan yetib kelibdi ikkinchi partiyamizga mana. Qo'zlarga bir ahamiyat beringlar, jonivorlar. Husanboy, ikkinchi partiyamizga biri qo'chqor, biri so'liq a? Ha, shunday aka. Mana so'liq ekan akalar, so'liq qaranglar. O'ta ham bir tozasidan, o'ta ham bir go'zalidan. Bilal aka, qo'zimi bu? Ha, qo'zi uka. Qani bir tishlarni o'rnatingchi. Jonivor mana. Qo'zichoq. Bunisini ham bir qator tishlarini ko'rsatib qo'ying. Jonivorni qo'zlarga qaranglar hali. Tushun ko'rmabdi hali bu. Jonivorlarga bir ahamiyat berasizlar. Xudo xolasa. Bo'yboslar qanaqa Husanboy? 80 ga oshiradi aka. 80 plus aka. 80 plus qo'chqorimiz xudo xolasa, sog'lig'imiz 80 ga olasizlar. Jonivorni qaranglar. O'ta ham bir go'zallaridan. Bir jup kelib qopti Husanboy. Ha, bir jup kelib qoldi. Telefon qilsa bo'yboslarni o'tchatib ko'rsatib video tashlab beramiz. tashlab beraverasiz. Tavsiya qilamiz qo'chqorlarni Bilal aka. Tavsiya qilamiz xudo xolasa. Qo'zlar qaranglar, jonivorlarni. Har tomonlama go'zal, ideal narsalar. Mana jonivorlar. Qo'zimizda bir qator quloqlarni o'lchab ketamiz, Husanboy bilan. Akalar mana quloq-boshlarini bir qator o'lchab beramiz jonivorni. Mana aka. 20 sm. 20 sm akalar, xudo xolasa kalsodan. 20 ga javob qilaveradi, xudo xolasa qo'zi qo'chqor. Ilk quloq joylashularni bir qator ko'rib qo'yinglar. O'ta ham go'zallar. Men tomon ko'rsating-da. Mana jonivor. Quloqlarini qaranglar, quloq tajashlarini, oldi to'shlarini, korpuslariga bir qator ahamiyat berasizlar. Jonivorimiz haqiqiy go'zalidan, mana bir jupidan yetib kelgan. Xudo xolasa qo'zi so'liq ham o'ta go'zal mana. Tavsiya qilamiz. Seleksiya qilaman, o'zim ko'paytirib olaman. Bir jupidan kerak degan akalarimizga mana. Yetib keldi Husanboy. Ha, yetib keldi. Bo'lsa Dastlabkilar bilan kelishilgan holda qilib berasiz, ha? ha, shunday. Bir qator endi yurishlarini yana ko'rsatishni tavash qo'yiladi. Jonivorlarni yurishlarini qaranglar. O'ta ham bir go'zallaridan. Yurishlariga bir qator ahamiyat berasizlar. Qo'zi qo'chqor, qo'zi so'liq. O'zidan ko'paytiraman. Seleksiyani o'zim boshlayman degan hoji akalarimizga xudo xolasa tavsiya qilamiz. Go'zal narsalar yetib kelgan. Xudo xolasa. Mana. Husanboy bularni yosh oyliklari qanaqa? Yosh oyliklar 5 oylik. 5 oylik, xudo xolasa 5 oylik qolarasizlar, jonivorlarni qaranglar. O'ta ham bir go'zallardan, svetlilarni yetib kelgan. Xudo xolasa turushlariga bir ahamiyat bering. Mana, mashalloh deb yozib qo'yinglar, akalar, xudo xolasa ko'rmaylarga. Xo'p, Husanboy bularning narx-navosi qanaqa? Narx aka, xudo xolasa yengil qo'yamiz. Buni narxini qo'yaveramiz, a? Ha, narxini qo'yamiz aka bular. Narxini qo'yamiz, xudo xolasa. Narxi nechi pul, Husanboy? Keling aka. 2000 dollarga asabga hamda. Yo'q, birdan hozir bir chekasi ketib qolmasin. O'zi negativimiz ko'p. Bizga bunaqa zo'r narsa kelib qoldi, qimmat qo'yamiz aka. Aha. Bo'ladigan narxini ayting, so'ramaydan qilib. 1600 dollarga o'tkazib beraman aka. Yo'q, yana o'tib berasiz. 1500 dollarga o'tkazib beraman aka. 1500 dollar xudo xolasa jupini Samarqandgacha stavkasi bilan akalar xudo xolasa qilib berishadi. Xayrisini yana o'tib berasiz, a? Xayrisiga yana o'tib berishadi akalar xudo xolasa. Samarqandgacha dastavka shu holda ketaveradi. 1,5 dollarga. Xudo xolasa yetkazib. Vodiydan telefon qilsa yana o'tib berasiz, a? O'tib beraman aka. Vodiydan telefon qilsa o'tib beradi. Xudo xolasa akalar to'shlariga bir qator ahamiyat berasizlar. Qo'zlarimiz lekin haqiqiy go'zal, idealdan. Telefon qilsalaring video syomkalarini tashlab berilaveradi, qo'zladi. Jonivorlar o'ta ham bir go'zallar. 3-partiyamizga o'tamiz, Husanboy? 3-partiyamizga o'tamiz. 3-partiyamizga zo'r narsa chiqadi. Zo'r narsa chiqadi. Oxirgacha ko'rishsa videoni like bosib, obuna bilan bosib tursin aka, xudo xolasa chiqaramiz. Chiqaramiz, a? Ha. Jonivorlarni qarang o'ziga bosing. Hoji akalar mana 3-partiyamizga toza narsasidan mana. Tozasidan shqozlari bor mana. Echkini ham zo'riga shqozlari bor, xudo xolasa mana. Bital zotli Pokistonda bital zotli echkisi, xudo xolasa takasi odamga juda yaqin, odamni o'ynashadi, lekin sizu bir yosh bolaga xarakteri yo'q. Bezarg'amchi ham yuraveradi bu jonivor. O'ta ham bir go'zal narsa. Mana. Ay jonivor. Pashta oddasi ham bo'laveradi bu narsani jonivor. Bo'yboslari ham o'ta kelishgan holda. Quloqlari ham o'ta go'zal. Mana jonivorning quloqlarini qaranglar. Ha. Jonivorning quloqlari. Mana shu quloq bitta so'liqda bo'lsa, so'liq narxi jonivor, ana. Bo'yboslari qanaqa Husanboy? Bo'yboslar aka 90 plus. 90 plus, ha? Ha, 90 plus aka. 90 plus. Turishiga bir ahamiyat beringlar, akalar. Ana, ishqozlari bormi? Jonivorni qaranglar. Ana.
Husanboy bu o'sha Pokistonda bitta zotli echkisi, Echkisi aka. takasi. Takasi aka. O'zimizda misol haligi Toshkent echkilarimiz bor-ku, shoqi yo'q. Ha. Shunaqalarga qo'shsa ham bolani zo'r bersa kerak bu jonivor. Ha, zo'r beradi. Mana jonivor. Haqiqiy go'zallar. Husanboy endi buni ko'p cho'zmaylik videomizda. Narx-navolari qanaqa bo'ladi Husanboy buni? Ular yengil bo'ladi aka. Yengil bo'ladi, arzon keldi, arzon sotaman dedingiz. Shunday. Odam juda yaqin jonivor. Qana. Qana jonivor. Husanboy narx qanaqa? Narxini aka 1000 dollar aytdi. Yo, yo'lida qilib qo'ying. Bo'ldi aka. Chiroyli qilib qo'yib bering. Bunasi mana 700 dollar yetkazib beraman aka. Yo'q, gapni eshitdim. 550 dollarga Samarqanddan sipkasini yetkazib berasiz. Yo'q aka. Yo'q, yo'lda qilib. Maqsad sotishmi? Maqsad sotish. Bo'ldi 550 dollarga dastavkasini yetkazib berasiz. Yo'q aka, pulga bo'lmaydi. Nech pulga bo'ladi? 700 dollarga mana aka yetkazib beraman. Gapni eshitib turaman, sizniki emas, bizniki emas. 600 dollar bo'ldi. Agar sotmasangiz hech kim emas qolasan. Bitta gapiraman. 650 dollar berishadi Samarqandga. Yo'q, 600 dollarga yetkazib berasiz. Bo'ldi aka. Baraka akalar mana. Haqiqiy go'zallik ishqibozlari, mana sifatga ishqibozlari mana. Odamni ham charchatdi ama. Mana. Ovoz sizmaydi. Odam bilan shunday o'ynashadi xolos bu. Mana. Go'zallik ishqibozlari bormi-da? Mana. Ajjani. Aloqaga chiqish olsin Husanboy. Aloqaga chiqsin aka. Telefon qilsa, xudo xolasa hamma yoqni ishlarini bitirib berasiz. Ha, erisini qilib beraman aka. Tayyorasini qilib yetkazib berasiz. Jonivorga ishqibozlar aloqaga chiqaringlar.